Onam bilan gaplash. Hech kim bilan gaplashmayman, hurmatli haydovchi. Gaplash. Gaplashmayman dedim-ku. Kechqurunlari senga alla aytib, tunlarni bedor o'tkazgan onai zor bilan gaplash. Seni ovozingni eshitishga zor bo'lib turibdilar. Ma gaplash. Gaplashmayman. Umrlari uzoq bo'lsin, salomat bo'lsinlar, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Lekin hujjatlarni taqdim qiling hozir. Qanaqa tushunmagan odamsan? Qo'yvor. Tushunayapman-ku. Onam bilan gaplash deyapman. Hujjatlarni bering. Ye. Alo, ona, ishtalam qo'yapsiz mana. keliniz o'sha yerdami? Kelinizga bering. Buni joni o'sha yerdagi tomiri, kashaydi joni kelinning qo'lida-yu. To'g'ri, meni birinchi ko'rib turibdim bu haydovchi. Ha, kelin, yaxshimisiz? Mana bu eringiz bilan bitta gaplashib qo'ying, iltimos. Ma, kelin bilan gaplash. Gaplashmayman. Gaplash kelin bilan. Umuman gaplashmayman. Voy! Gaplashmaysan? Qo'rqmayman. Voy, mana supermen ukam. Ayya. Ammo xotinimdan umuman qo'rqmayman-ku. Voy, valadiz. O'zingmisiz? O'zimman. Yo'q, gap yo'q lekin. Bo'ldi, maydalashmang. Kelin. Ko'patganlashasiz. Qo'yvor. Voy, nima qilsam ekan endi? Gaplashmayman, men xotinimmi, boshqami, baribir gaplashmayman. Gap yo'q lekin kutmadim lekin sendan. Hozir. Alo. Kelin. Oyingiz o'sha yerdami? Xudo xola? Ha. Xudo xolaga bering. Kuyovlar bilan bir gaplashsinlar. Marhamat. Shu kerak emas edi. Mana. Nima qilganingiz bu? Ha, gaplash. Mana. Gaplash. Xudo xola so'rayaptilar. Mana Xudo xola. Mana. Assalomu alaykum. Oyijon, yaxshimisiz? Ha, Oyijon, yaxshi. Ha, yaxshi. Ha, aytganlaringizni qilib qo'yganman-ku. Ha, oyijon, hammasi yaxshi. Ha. Yaxshi, ha. Oyijon, haligi men aytganim nima bo'ldi haligi ish? Ha. Oyijon. Ana shu o'sha. Dadamni, onamni aytganini qilmadi, lekin qaynimni aytganini qilyapti. Ha, bu juda maynavozchilik bo'lib ketibdi-da. Maynavozchilik qilyapti-da, to'g'risi. Bo'ldi, bir og'iz so'zingiz oyijon. Ha, xo'p bo'ladi. Xo'p. Ha, boshliq. Mayli. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Ha. Rahmat. Bo'ldi, xo'p, bir og'iz gap. Ey, Bo'ldi, qo'yib yuboraman. ha, erkak. Erkak. Deyman ona. Onamni yaxshi ko'raman demagansan. Qarang. Qaynonamni yaxshi ko'raman deding, ha? Qarang. Ha, ber telefonimni. Ber, ketaman endi. Shu oxirgisi bo'lsin. Boshqa imkoniyat bermayman, xo'pmi? Ha, bo'pti. Ko'zimga ko'rinmang. Erkak. Oxirgi marta imkon berishim. Umuman ko'rinmang ko'zimga. Tushundingizmi? Bo'pti. Qaynona jonisini o'g'li